19-yanvar 2026-yil kuni Mening yurtim telekanalida soat 21:00 da Boylar ham yig'laydi serialining ikkinchi mavsumi ilk qismi namoyish etiladi. Bu epizod tomoshabinni darhol jiddiy va chuqur ruhiy holatlarga olib kiradi hamda voqealar yangi bosqichga chiqqanini aniq his qildiradi. Serial avvaldan jamiyatda kam tilga olinadigan mavzularni ochiq va samimiy yoritib keladi. Erkaklarning ichki og'riqlari, mas'uliyat bosimi va his-tuyg'ularni yashirish majburiyati bu mavsumda yanada keskinroq ko'rinishda tasvirlanadi. Birinchi qismdayoq qahramonlarning o'zgarib borayotgani, lekin muammolar yo'qolmaganini ko'rish mumkin. Eng muhimi, syujet tomoshabinni xulosa chiqarishga majburlamaydi. U tushunishga, his qilishga undaydi. Qahramonlar xato qiladi, qiynaladi, lekin aynan shu jihatlari bilan ishonarli va hayotga yaqin bo'lib qoladi. Aktyorlik ijrosi yanada pishgan, sukut va nigohlar orqali ko'p ma'no beriladi. Boylar ham yig'laydi ikkinchi mavsumda ham o'ziga xos samimiyligini saqlab qolgan. Bu oddiy serial emas, balki tomoshabinni o'ylashga chorlaydigan, his-tuyg'ularni qadrlashga o'rgatuvchi hikoyadir.